Assalomu alaykum. Siz yoqtirgan ilovalaringiz, o'yinlaringiz va veb-saytlaringiz qanday yaratilishi haqida hech o'ylab ko'rganmisiz? Buning barchasi dasturlash bilan boshlanadi. Dasturlash bu kompyuterga buyruq berishning bir yo'lidir. Siz yoqtirgan ilovalaringiz va veb-saytlaringiz shu tarzda yaratiladi. Har bir dasturlashga qiziqadigan odam dasturlashlarning turlari va ularning qanday xususiyatlari borligi haqida o'rganadi. Nega bunchalik ko'p dasturlash tillari mavjud? Biz insonlar bir-birimiz bilan turli xil tillarda gaplashganimiz kabi dasturlash kompyuter bilan ham ko'plab tillarda gaplashishimiz mumkin. Har bir dasturlash tillarining o'ziga xos xususiyatlari va kuchi bor. Masalan, JavaScript tilini oladigan bo'lsak, bu til bilan ko'proq veb-saytlar yaratishda foydalanamiz. Python tilini misol qiladigan bo'lsak, Python yordamida sun'iy intellekt, machine learning va kriptografiya bilan ham ishlashingiz mumkin. Keling, siz bilan Python dasturlash tilida istalgan yilning kalendarini ekranga chiqaradigan dastur tuzib ko'ramiz.